Ertagga ham pul topadigan, ham uy ishlarini qoyillatib qo'yadigan kelinning bir kuni. Uyg'ongandan Aliyaga nonushta tayyorlashga kirishaman. U esa meni kuzatib o'tiradi. Bola uchun nonushtaga tvorog o'rik bilan suli yormali bo'tqa va skrambl, onaga esa zambarakni o'qi. Keyingirimcha Aliya ozgina mutolaa qildi va biz muzlatkichni to'ldirishga korzinkaga yugurdik. Grek yogurti qizimga, menga, tvorog 5%li, biokefir darrov degustatsiya qilish shart, smetana, sendvich pishloq, pyure milk pishlog'ini Aliya juda sevadi, gap isboti bilan. Orada katay saqib olamiz, onaga zaytun, kino va kuskus nimaligini keyin aytaman. Makaron, trubuchka, albatta kabachki, baqlajon, ko'katlar, o'zimga javdar non, shakarsiz shokolad va protein batonchalar umumiy 387 ming so'm bo'ldi. Yo'l-yo'lakay jaydari jo'xoridan yeb, birovlarni pufagini tortib olib uyga qaytdik va rejimni buzmay qizim uxlab qoldi. Mahsulotlarni joylashtirishim bilan qaynonam telefon qildilar. Mehmon bilan boryapmiz, makaron qiling dedilar. Qo'llarimni o'ynatib 15 daqiqada tayyorlab tashladim. Aliya uyg'onguncha unga kotletlar muzlatdim. O'rikdan pirog qildim. Endi kofe ichaman desam, Aliya uyg'ondi. Ozgina ashula qo'yib berib, raqsga tushgunicha haligi kotletdan qovurib, yeguligini tayyor qildim. Videoning ikkinchi qismi bundan ham qiziq. Kuzatishda davom eting.